2 xonali yaxshi remont qilingan, bo'lmasa 3 xonali remont qilinmagan domni puliga do'stlar, men sizga 2 qavatda 2 sotikda mo'jazgina qilib solingan yaxshigina xonadonimizni tavsiyasini beraman. Juda ham kukla qilib solingan ekan. Betonlar vashshe siz aytganingizdan-da mustahkamroq bo'lgan. Undan tashqari hozirgi kunda trendda bo'lib turgan OSB panellar, ya'ni ekologik toza. Charchab kelgandan keyin maza qilib uxlaysiz. 2 soat uxlasangiz ham 20 soat uxlaganda natijasini beraveradi. Sababi bu yerda yoningizda anhor bor. Ozgina tozalatib oladigan bo'lsangiz, maza qilib cho'milib dam oladigan joydan men sizga joy topib qo'ydim do'stlar. 4 xona, hammom hojatxonalarga hamma yoqqa e'tibor berilgan, panellar olib kelib qo'yilgan, faqat yopishtiradigan joyi qoldi xolos. Asfaltlarni ko'rib turibsiz, vashshe kurtoy qilib bosib qo'yishgan. Mobodo uni ham yopishtirib qo'ygan. Bo'lganda bu xonadonimiz 35 mingga qadalib qolgan bo'lardi. Andijonda Zilon Mostda paxtachilik institutining orqasida men sizga Telegram kanalimizda lokatsiya qoldiraman. 3 xo'z deyshadi bu yerda. Aynan shunday chiroyli xonadonimizni 29 ming dollarga baholangan do'stlar. Endi undan ham tashqari yana bitta zo'r sizga tavsiyasini beraman. Mobodo sizda 15 ming bor, qolgan pulni ozgina biror oyda keladigan xonasi bo'ladigan bo'lsa, sizga bir oy zaddeshkasiga ham gaplashib qo'yganmiz. O'rtada hech kim yo'q, bemalol egasiga telefon qilib, xotirjam gaplashib aloqaga chiqing do'stlar. Mo'jazgina joyda maksimal jo'natib qo'ying 3 xo'z atrofidagilarga. Toza havo, suv, hamma narsa, gazda aytmasa ham bo'ladi. Albatta bu uy sizniki bo'lishi mumkin. Obuna bo'lishingizdan chiqmasin, bir kun sizga ham shunaqa go'zal uylardan olib beramiz.